Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Navbatdagi darsimiz Passiflora multocida bakteriyasi haqida. Ushbu bakteriyamiz gram negativ bakteriya bo'lib, asosan itlar, mushuklarni respirator traktlarida yashaydi va ularni tishlashi mana shu inson terisida sellulit keltirib chiqaradi. Agar bu sellulit davolanmasa, keyinchalik yanada xavfliroq infeksiya hisoblangan nekrozlanuvchi fasitga, osteomiyelitga olib kelishi mumkin. Yoki immun sistemasi sust, misol uchun surunkali infeksiyasi bor odamlarda, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan odamlarda limfadenopatiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bakteriyamizni eslab qolishda dastlabki belgimiz mana bu it. Demak, ovcharka iti ko'rsatilgan. Bu mana shu itlar tishlashi orqali ham yuqish mumkinligini anglatadi. Keyingi belgimiz esa mana bu yerda turgan mushuk. Mushuk bizda doimo katalaza pozitiv ekanligini anglatardi. Katalaza demak vazifasi nima edi? Vodorod peroksidni suv va kislorodgacha parchalashida. Endi keyingi belgimiz esa mana shu Dr. House'ning qo'lidagi mana bu ko'k uzuk. Ko'k uzuk bu doimo oksidaza pozitiv ekanligini anglatardi. Xuddi neyseralar guruhida demak o'tgandek, mana shu ko'k uzuk oksidaza pozitiv ekanligini anglatadi. Endi mana shu bakteriyamizning virulent faktorlaridan biri bu kapsula. Demak, kapsulalarni eslab qolishda mana bu baliq turgan joyda demak shishali idish turibdi. Mana shu shishali idish kapsulani anglatadi. Undan tashqari bakteriyamiz qanday muhitda o'sadi desak, demak 5% qo'y qon agarida o'sadi. Demak, rasmning orqa qismiga qarasak, qo'y qonli agar deb yozilgan idish turibdi. Mana shu bakteriyaning o'suvchi muhit hisoblanadi. Undan tashqari bakteriyamizning demak shaklini bildiruvchi belgi bu Dr. House'ning demak mana shu kostyumida turgan igna hisoblanadi. Ya'ni bakteriyamizda polyar qismlarda bo'yalish kuchliroq bo'lganligi sababli ikkita qutbida xuddi ignaga o'xshash bo'lib ko'rinadi. Endi bakteriyamiz keltirib chiqaruvchi kasallik haqida gaplashamiz. Demak, mana bu qo'lidagi yaraga e'tibor beramiz. Qizil yara it tishlashi tufayli paydo bo'lgani. Mana shu yara sellulitni anglatadi. Endi agar bu davolanmasa, xavfliroq bo'lgan osteomiyelitga o'tib ketadi deb aytdik. Demak, mana shu kapsula ichida turgan baliq skeleti va mana bu tashqarida turgan ikkinchi baliq skeleti bizda osteomiyelitni bildiradi. Demak, yaxshilab eslaydigan bo'lsak, osteomiyelitni ifodalovchi bu baliq skeleti Staphylococcus aureus bakteriyamizning ham skechesida mavjud edi. Endi bu bakteriyamizni demak davolash qismiga o'tadigan bo'lsak, demak qalam turibdi bu yerda. Bu penitsillinni anglatardi. Demak, bakteriyani penitsilin orqali davolash mumkin. Agar beta laktamazani parchalovchi fermentlar saqlaydigan bo'lsa, penitsilinga mana shu beta laktamaza ingibitorlarni qo'shib beramiz. Misol uchun amoksitsilin va klavulanat. Demak, ushbu bakteriya haqida qisqacha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.